Uncle Frank won't let me watch the movie, but the big kids can. Uyda yolg'iz filmidagi Kevinning onasi vafot etdi. 30-yanvar juma kuni taniqli aktrisa Ketrin O'Xara vafot etdi. U Los Anjelesdagi uyida qisqa muddatli kasallikdan so'ng hayotdan ko'z yumdi. Shifokorlarning ma'lum qilishicha, tonggi soat 4:48 larda tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha chaqiruv kelib tushgan va voqea joyida 70 yoshlardagi ayol og'ir ahvolda bo'lgani aniqlangan. Ammo tibbiyot xodimlari uning hayotini saqlab qolishning iloji yo'qligini bildirgan. Aktrisaning vafoti ko'plab muxlislar va hamkasblari uchun katta yo'qotish bo'ldi. Uyda yolg'iz filmdagi bosh rol ijrochisi Macaulay Culkin ham Ketrin O'Xara bilan xayrlashuv so'zlarini yozib qoldirdi. Oyi, hali vaqtimiz bor deb o'ylagandim. Men ko'proq narsani xohlardim. Siz bilan yonma-yon kresloda o'tirishni istardim. Men sizni tingladim, lekin aytadigan gaplarim juda ko'p edi. Sizni yaxshi ko'rib qolaman. Keyinroq ko'rishguncha deb yozdi aktyor o'z blogida. Ma'lumot uchun, Ketrin O'Xara 1954-yil 4-martda Kanadaning Toronto shahrida Irland oilada tug'ilgan. U butun dunyo tomoshabinlariga Uyda yolg'iz film orqali tanilgan. Ushbu kartinada u Kevinning onasi Kate McAllister rolini mahorat bilan ijro etgan.